Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. Barcha pensionerlar uchun pensiyani oshirish bo'yicha qaror qabul qilindi va bu masala endi yakuniy tartibda ijroga o'tadi. Bu xabar faqat pensiya olayotgan otaxon va onaxonlarga emas, balki nogironlik pensiyasi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi, ijtimoiy nafaqa, kam ta'minlangan oilalar, bolalar nafaqasi va boshqa to'lovlarni oladigan ko'plab fuqarolarga ham bevosita aloqador bo'lishi mumkin. Men bugun sizga eng muhim savollarga oddiy tilda javob beraman. Pensiya qachondan oshadi? Kimlarga tegishli bo'ladi? Hammaning puli bir xil oshadimi? Bank kartaga qachon tushadi? Naqd pul oladiganlar nima qiladi? Qanday hujjatlar kerak bo'ladi? Kimlar ortiqcha yugurib yurmasligi kerak? Qaysi holatlarda esa albatta pensiya jamg'armasiga murojaat qilish zarur. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim mayda ko'ringan jihatlar sabab odamlar o'ziga tegishli qo'shimcha pulni vaqtida ola olmay qolishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday yangiliklarni men sizga sodda, aniq va amaliy tarzda tushuntirib boraman. Avval vaziyat qanday edi? Oldin pensiya miqdori fuqaroga tayinlangan paytdagi ish staji, ish haqi, pensiya turi, qo'shimcha ustamalar va amaldagi eng kam miqdorlar asosida hisoblanardi. Masalan, bir kishi 35 yil ishlagan yaxshi oylik olgan bo'lsa, uning pensiyasi boshqalarga nisbatan yuqoriroq bo'lishi tabiiy. Boshqa bir fuqaro esa ish staji kam bo'lgani, rasmiy ishlamagan davrlari ko'p bo'lgani yoki hujjatlari to'liq bo'lmagani sabab minimal pensiyaga yaqin miqdor olishi mumkin edi. Ammo narx-navoning oshishi, oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lovlar, transport xarajatlari ko'payishi pensionerlarning real daromadiga ta'sir qiladi. Shuning uchun davlat vaqti bilan pensiya va nafaqalarni indeksatsiya qiladi, ya'ni ularni oshirib boradi. Bu yerda eng muhim jihat shuki, pensiya oshirilganda hamma odamga bir xil summa qo'shilmaydi. Ko'pchilik aynan shu joyda adashadi. Hammaga pensiya oshadi degani, hammaga bir xil 200 ming so'mdan qo'shiladi degani emas. Odatda oshirish foiz asosida yoki eng kam miqdorlar o'zgarishi orqali amalga oshadi. Endi nima o'zgardi? Qaror qabul qilingani bilan pensiya va tegishli to'lovlar yangi tartibda qayta hisoblab chiqiladi. Ya'ni pensionerning shaxsiy pensiya ishida avvaldan belgilangan asosiy miqdor olinadi. Unga qarorda ko'rsatilgan oshirish koeffitsiyenti yoki foizi qo'llanadi. Keyin natija bank kartasiga yoki naqd shaklida to'lanadi. Agar qarorda falon sanadan boshlab deb ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha sanadan keyingi to'lovlar yangi miqdorda berilishi kerak. Agar oshirish oy o'rtasidan kuchga kirsa, ayrim hollarda qayta hisob-kitob qilinib, farq keyingi oyda qo'shib berilishi mumkin. Birinchi navbatda yoshga doir pensiya oluvchilar bu yangilikni diqqat bilan kuzatish kerak. Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olayotgan bo'lsangiz, ko'p hollarda sizdan alohida ariza talab qilinmaydi. Chunki pensiya tizimida sizning ma'lumotlaringiz mavjud bo'ladi va oshirish avtomatik tartibda amalga oshiriladi. Masalan, siz hozir 20 million 200 ming so'm pensiya olayotgan bo'lsangiz va oshirish shartli ravishda 10% da bo'lsak, yangi pensiya 20 million 320 ming so'm atrofida bo'ladi. Agar 20 million 800 ming so'm olayotgan bo'lsangiz, 10% oshishda bitta ming so'm qo'shilib 1 million 900 ming so'm bo'ladi. Bu shunchaki tushuntirish uchun misol, aniq foiz va miqdor rasmiy qaror matnida ko'rsatilgan bo'ladi. Ikkinchi toifa nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda ham ko'pchilik mening pensiyam oshadimi yoki faqat yoshga doir pensionerlarnikimi deb so'raydi. Odatda pensiya oshirish bo'yicha qarorlar yoshga doir, nogironlik va boquvchisini yo'qotganlik pensiyalariga tegishli bo'ladi. Lekin har bir qarorda aniq toifalar yoziladi. Agar siz nogironlik pensiyasi olsangiz, sizga tayinlangan pensiya miqdori ham qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Masalan, ikki guruh nogironligi bo'yicha 902 ming so'm pensiya olayotgan fuqaro oshirishdan keyin yuqoriroq summa oladi. Agar unga qo'shimcha parvarish puli, alohida ustama yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar ham berilayotgan bo'lsa, ular alohida tartibda hisoblanadi. Ya'ni bitta kartaga tushgani uchun hammasi bir xil foizga oshadi deb o'ylamaslik kerak. Uchinchi toifa, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar. Masalan, ota vafot etgan oila a'zolari, voyaga yetmagan farzandlar yoki mehnatga layoqatsiz oila a'zolari boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lishi mumkin. Bunday holatda pensiya miqdori oila a'zolari soniga, marhumning ish stajiga, hisobga olinadigan ish haqiga va qonundagi me'yorlarga qarab belgilanadi. Oshirish bo'lsa, bu toifa ham qarorda ko'rsatilgan tartibda qayta hisoblanadi. Masalan,
2 nafar farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, umumiy summa oilaga tushadi. Oshirishdan keyin oila byudjetida sezilarli farq paydo bo'lishi mumkin. Ayniqsa maktab xarajatlari, kiyim-kechak, dori-darmon, transport pulini hisobga olsak, bu qo'shimcha mablag' muhim ahamiyatga ega. 4-toifa ijtimoiy nafaqa oluvchilar. Bu yerda ehtiyot bo'lish kerak. Pensiya bilan nafaqa bir xil narsa emas. Pensiya odatda ish staji va sug'urta badallari bilan bog'liq. Nafaqa esa ko'pincha ijtimoiy himoya sifatida. Staj yetarli bo'lmaganda yoki alohida toifalarga tayinlanadi. Qarorda pensiya bilan birga ayrim nafaqalar ham oshirilishi mumkin. Masalan, zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksalarga beriladigan nafaqa, bolalikdan nogironligi bo'lgan shaxslarga nafaqa, nogironligi bo'lgan bolalarga nafaqa, parvarish bilan bog'liq to'lovlar ham alohida ro'yxatda ko'rsatilishi mumkin. Shuning uchun men pensiya emas, nafaqa olaman. Demak, menga tegishli emas deb darhol xulosa qilish noto'g'ri. Endi kimlar xavotir olmasligi kerak? Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, bank kartangiz ishlayotgan bo'lsa, yashash manzilingiz bo'yicha muammo bo'lmasa, ko'p hollarda hech qayerga borishingiz shart emas. Pensiya jamg'armasi tizimi o'z qayta hisob-kitob qiladi. Sizning vazifangiz faqat to'lov tushganini tekshirish, miqdorni avvalgi oy bilan solishtirish va agar farq bo'lmasa, sababini aniqlash. Lekin kimlar albatta e'tiborli bo'lishi kerak? Birinchi navbatda yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Masalan, siz pensiyaga bir oy oldin chiqqan bo'lsangiz, sizning pensiya ishingiz hali texnik jihatdan yangi bo'lishi mumkin. Bunday holatda oshirish avtomatik qo'llanadi, lekin ayrim hollarda keyingi to'lovda farq bilan tushishi mumkin. Ikkinchi toifa bank kartasi muddati tugaganlar. Agar kartangiz ishlamasa yoki bloklangan bo'lsa, pul hisoblangan bo'lsa ham siz uni vaqtida ololmasligingiz mumkin. Uchinchi toifa yashash joyini o'zgartirganlar. Masalan, siz bir tumandan boshqa tumanga ko'chdingiz, lekin pensiya ishingizni yangi manzilga o'tkazmadingiz. Bunda to'lov kechikishi yoki ma'lumotlar mos kelmasligi ehtimoli bor. Hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Birinchi misol. Toshkent viloyatida yashovchi olinakis yoshli fuqaro 1.500.000 so'm pensiya oladi. Qarorga ko'ra pensiyalar oshirilsa, uning pensiyasi avtomatik qayta hisoblanadi. U hech qanday ariza yozmaydi. Oy boshida kartasiga 1.500.000 emas, oshirilgan summa tushadi. Agar to'lov eski miqdorda tushsa, u darhol xulosa qilmasligi kerak. Balki oshirish kuchga kirgan sana keyingi oyga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin yoki farq alohida to'lov sifatida keyinroq tushadi. Lekin 2 oy ketma-ket o'zgarish bo'lmasa, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish kerak. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi onaxon minimal pensiyaga yaqin miqdor oladi. Pensiya oshganda minim miqdor ham ko'tarilishi mumkin. Bunday holatda aynan kam pensiya oladigan fuqarolar uchun oshish sezilarli bo'lishi mumkin. Chunki davlat ko'pincha eng kam pensiya va nafaqa miqdorini himoya qilishga alohida e'tibor beradi. Agar onaxonning pensiyasi ilgari belgilangan eng kam miqdordan past bo'lmasligi kerak bo'lsa, yangi eng kam miqdor kuchga kirgach, uning to'lovi ham shu darajaga moslashtiriladi. Uchinchi misol, bir fuqaro ishlovchi pensioner. U pensiya oladi, lekin shu bilan birga rasmiy ishda ishlaydi. Ko'pchilik ishlayotgan pensionerlarga oshirilgan pensiya berilmaydi deb o'ylaydi. Amaldagi tartiblarda ishlovchi pensionerlarning pensiyasi ham qonunda belgilangan asoslarda to'lanadi. Agar umumiy indeksatsiya bo'lsa, ularning pensiyasiga ham tegishli o'zgarish qo'llanishi mumkin. Lekin ayrim qo'shimcha to'lovlar, kompensatsiyalar yoki imtiyozlar bo'yicha alohida shartlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayapsizmi yoki yo'qmi? Pensiya miqdorini tekshirib ko'ring. 4-misol, fuqaro pensiyasini naqd pulda oladi. Qishloq joylarda yoki bank kartasidan foydalanishga qiynaladigan ayrim pensionerlar pulni naqd shaklida olishi mumkin. Qaror kuchga kirgandan keyin naqd to'lovlar ham yangi miqdorda berilishi kerak. Agar pochta yoki yetkazib beruvchi xodim eski miqdorda pul olib kelsa, siz xotirjam tarzda kvitantsiyani, to'lov varaqasini ko'ring. Qancha hisoblangan, qancha berilgan, qaysi oy uchun to'lanayotganini aniqlang. Ba'zan odamlar oldingi oy uchun to'lov olayotgan bo'ladi va nega oshmadi deb norozilik bildiradi. To'lov davrini tekshirish juda muhim. Eng birinchi nozik jihat. Oshirish sanasi. Qaror bugun e'lon qilinishi mumkin, lekin unda falon sanadan boshlab deb yoziladi. Shu sana juda muhim. Masalan, qaror 20 sanada e'lon qilindi, lekin oshirish 1000 sanadan kuchga kiradi deyilsa, oyning boshidan farq hisoblanadi.
Aksincha, qarorda keyingi oyning I sanasidan boshlab deyilsa, hozirgi oyda eski miqdor tushishi mumkin. Shuning uchun faqat xabarning sarlavhasiga emas, hujjatdagi kuchga kirish sanasiga qarash kerak. Ikkinchi nozik jihat pensiya tarkibi. Siz kartaga 1 million 700 ming so'm olayotgan bo'lishingiz mumkin. Lekin bu summa ichida asosiy pensiya, ustama, kompensatsiya, qo'shimcha ijtimoiy to'lov bo'lishi mumkin. Qaror har doim ham shu umumiy summaning hammasini bir xil foizga oshirmaydi. Masalan, asosiy pensiya oshadi, lekin ayrim kompensatsiya o'zgarmasligi mumkin. Yoki eng kam miqdor oshadi, lekin sizning pensiyangiz avvaldan undan yuqori bo'lgani uchun o'sish boshqa formula asosida bo'ladi. Shu sababli qo'shnimga 1 ming qo'shildi. Menga 20 ming qo'shildi. Demak, xato deb darhol aytish to'g'ri emas. Har bir fuqaroning hisob kitobi alohida. Uchinchi nozik jihat qayta hisoblash va indeksatsiya bir xil emas. Indeksatsiya umumiy oshirish. Qayta hisoblash esa sizning shaxsiy hujjatlaringizga yangi ma'lumot qo'shilganda bo'ladi. Masalan, ilgari ish stajingizning 5 yili tasdiqlanmagan edi. Keyin arxidan ma'lumot topildi. Bu holda pensiya qayta hisoblanishi mumkin. Yoki ayol kishi farzand parvarishi davrlarini hisobga kiritish bo'yicha hujjatlarni to'ldirsa, ayrim holatlarda bu pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Demak, pensiya oshirilgani alohida. Shaxsiy qayta hisob alohida masala. 4-chi nozik jihat qarzdorlik va ushlab qolishlar. Ayrim pensionerlarning pensiyasidan aliment, kredit, sud qarori, ortiqcha to'langan summani qaytarish yoki boshqa majburiy ushlab qolishlar bo'lishi mumkin. Pensiya oshgandan keyin hisoblangan summa ko'payadi. Lekin kartaga tushadigan real pul ushlab qolishlar sabab kutilganidan kamroq bo'lishi mumkin. Masalan, pensiya 1 million 400 mingdan 1 million 500 mingga oshdi, lekin 200 ming so'm sud qarori bo'yicha ushlab qolinsa, fuqaro kartada faqat 1 million 340 ming ko'rishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiyam oshmadi deyishdan oldin hisoblangan va ushlab qolingan summani ajratib ko'rish kerak. 5-chi nozik jihat vafot etgan pensionerlar bo'yicha to'lovlar. Agar oila a'zosi pensiya oluvchi bo'lgan va vafot etgan bo'lsa, to'lanmay qolgan pensiya dafn puli yoki boshqa masalalar qonunda belgilangan tartibda ko'riladi. Pensiya oshishi haqida qaror bo'lgani uchun avtomatik ravishda hamma eski davrlar qayta to'lanadi deb o'ylamaslik kerak. Qaysi davr uchun huquq bor, qaysi sana bo'yicha hisoblanadi? Merosxo'r yoki oila a'zosi qanday hujjat topshiradi? Bular alohida tartibda hal qilinadi. 6-chi nozik jihat hamma uchun degan iborani noto'g'ri tushunish. Barcha uchun pensiya oshadi deganda pensiya tizimida turgan barcha tegishli oluvchilar nazarda tutiladi. Bu hali pensiya yoshiga yetmagan, lekin kelajakda pensiyaga chiqadigan odamning huzur pul olishi degani emas. Shuningdek, rasmiy pensiya tayinlanmagan, faqat hujjat topshirish jarayonidagi odam to'lovini darhol olmaydi. Avval pensiya tayinlanadi, keyin yangi miqdor asosida hisoblanadi. 7-chi nozik jihat hujjatdagi xatolar. Pasport seriyasi, JSHIR, familiya o'zgarishi, tug'ilgan sana, bank rekvizitlari, yashash manzili noto'g'ri bo'lsa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa familiyasini o'zgartirgan ayollar, yangi ID karta olganlar, bank kartasini almashtirganlar buni tekshirtirib qo'yishi kerak. Tizimda bitta harf yoki raqamdagi xato ham to'lovni kechiktirishi mumkin. Birinchi qadam, o'z pensiya miqdoringizni yozib qo'ying. Hozir kartangizga yoki naqd shaklda qancha olayotganingizni aniq bilib oling. Masalan, taxminan 1,5 million demang. Aniq summa kerak. 1 million darcha vaqtdan 7 ming so'mmi? 1 million 220 ming so'mmi? 1 million 960 ming so'mmi? Keyingi oy tushgan pul bilan solishtirasiz. Shunda oshmaganini aniq ko'rasiz. Ikkinchi qadam. To'lov qaysi oy uchun tushganini tekshiring. Bank SMS xabari kelganda faqat summaga qaramang. Agar imkon bo'lsa, bank ilovasida to'lov izohini ko'ring yoki bankdan ma'lumot oling. Naqd olsangiz, kvittansiyani saqlang. Ba'zan pensiya oyma-oy to'lanadi, ba'zan kechikkan farq alohida tushadi. Shuning uchun bir marta eski summa tushdi deb darhol vahima qilish kerak emas, lekin befarq ham bo'lmang. 3-chi qadam rasmiy manbalardagi qarorni tekshiring. Men har doim aytaman, faqat Telegramdagi sarlavha yoki tanish-bilish gapiga ishonmang. Qarorda aniq nimalar yozilganini ko'rish kerak. Qaysi sanadan, qaysi toifalarga, qancha miqdorda, qaysi to'lovlar bo'yicha. Agar o'zingiz o'qishga qiynalsangiz, farzandingizdan, mahalla xodimidan yoki pensiya jamg'armasi bo'limidan yordam so'rang. 4-chi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki
pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi ma'lumot, bank kartasi rekvizitlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar tayyor bo'lsin. Agar qo'shimcha ish stajini tasdiqlamoqchi bo'lsangiz, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, korxonadan berilgan ish haqi ma'lumotlari, harbiy xizmat, o'qish, dekret davri bo'yicha tegishli hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Bular umumiy pensiya oshishi uchun emas, balki sizning shaxsiy pensiyangizni qayta hisoblatish uchun kerak bo'ladi. 5-qadam, agar pul tushmasa yoki kam tushsa, qayerga murojaat qilishni biling. Birinchi navbatda tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilasiz. Murojaatda aniq yozing: familiya, ism, otasining ismi, JSHR telefon raqami, yashash manzili, pensiya turi, avvalgi oyda qancha olganingiz, yangi oyda qancha tushgani, savolingiz nimadan iborat ekani. Menga pensiyani to'g'rilab bering deb umumiy yozmang. Masalan, falon oy uchun pensiyam avvalgi miqdorda tushdi. Qarorga muvofiq oshirish, qo'llanmaganini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish aniqroq bo'ladi. 6-qadam, ariza topshirganingizda nusxa yoki ro'yxatdan o'tgan raqamni oling. Og'izaki aytilgan gap keyin unutilishi mumkin. Siz yozma yoki elektron murojaat qilsangiz, unda ro'yxat raqami bo'ladi. Shu raqam orqali javobni kuzatish mumkin. Agar sizning haqligingiz aniqlansa, hisob-kitob tuzatiladi va tegishli farq keyingi to'lovlarda berilishi mumkin. 7-qadam, bank kartangizni tekshiring. Kartaning muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi, bank ilovasida kirish imkoniyati bormi, rekvizit o'zgarmaganmi? Juda ko'p holatda odam pensiyam tushmadi deydi. Aslida esa pul hisoblangan, lekin karta bilan bog'liq texnik muammo bo'ladi. Ayniqsa yangi karta olgan bo'lsangiz, uning ma'lumotlari pensiya to'lov tizimiga to'g'ri biriktirilganini aniqlang. 8-qadam, qo'shnilar bilan solishtirganda ehtiyot bo'ling. Atrofdagilardan so'rash foydali, lekin har bir pensiya alohida hisoblanadi. Bir odam 1 yil staj bilan pensiya oladi, boshqasi 20 yil staj bilan. Bir odamda nogironlik ustamasi bor, boshqasida yo'q. Bir odamdan kredit ushlanadi, boshqasidan ushlanmaydi. Shuning uchun eng to'g'ri solishtirish o'zingizning oldingi va keyingi to'lovingizni solishtirishdir. 9-qadam, agar siz yaqinda pensiya yoshiga yetayotgan bo'lsangiz, hujjatlarni oldindan yig'ing. Pensiya oshishi faqat hozirgi pensionerlarga emas, yaqin oylar ichida pensiyaga chiqadigan fuqarolarga ham ta'sir qiladi. Chunki sizga pensiya tayinlanganda amaldagi yangi miqdorlar va ko'rsatkichlar asos bo'ladi. Ish stajingizni tasdiqlovchi hujjatlar yetarli bo'lmasa, pensiyangiz kutilgandan kam chiqishi mumkin. Shuning uchun mehnat daftarchangizdagi yozuvlarni tekshiring. Ishlagan korxonangiz yopilib ketgan bo'lsa, arxivdan ma'lumot oling. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalarni oldindan izlang. 10-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiya oshishi haqidagi xabar chiqqanda ayrim aldovchilar, men pensiyangizni oshirib beraman, kartangiz raqamini yuboring, SMS kodni ayting, ma'lumotlaringizni yangilab qo'yamiz deb qo'ng'iroq qilishi mumkin. Hech qachon bank kartangizning to'liq ma'lumotlarini, SMS kodni, PIN kodni hech kimga bermang. Pensiya oshishi uchun sizdan SMS kod so'ralmaydi. Rasmiy idora hech qachon sizning kartangizdagi maxfiy kodni so'ramaydi. Yana bir muhim masala, agar sizning pensiyangiz minimal miqdordan past bo'lib ko'rinsa, bunga alohida e'tibor bering. Qonunchilikda ayrim pensiya va nafaqalar uchun eng kam miqdorlar belgilanadi. Agar yangi qarordan keyin eng kam miqdor oshgan bo'lsa, sizning to'lovingiz ham ushbu chegaraga mos kelishi kerak. Lekin bu ham pensiya turi, ish staji, ulushli pensiya yoki boshqa holatlarga qarab farq qiladi. Shuning uchun minimal miqdor bo'yicha shubha bo'lsa, albatta yozma tarzda izoh so'rang. Yana bir holat, chet elda bo'lgan yoki vaqtincha boshqa hududda yashayotgan pensionerlar. Agar siz pensiyani O'zbekistondagi bank kartangiz orqali olayotgan bo'lsangiz, oshirish tizimida ko'rinishi mumkin. Ammo hujjatlarni yangilash, shaxsni tasdiqlash yoki yashash holati bo'yicha alohida talablar bo'lsa, buni e'tiborsiz qoldirmang. Uzoq vaqt davomida ma'lumot yangilanmasa, to'lovlarda savollar paydo bo'lishi mumkin. Men yana bir bor ta'kidlayman. Pensiya oshishi yaxshi xabar, lekin eng muhimi, har bir fuqaro o'z haqini tushunib olishi kerak. Davlat qaror qabul qiladi, tizim hisoblaydi, bank yoki pochta to'laydi. Lekin fuqaro ham o'z to'lovini nazorat qilishi kerak. Ayniqsa pensionerlarning ko'pchiligi dori-darmon, oziq-ovqat, kommunal to'lovlar, nabirlarga yordam, tibbiy ko'rik kabi xarajatlar bilan yashaydi. Shuning uchun har bir qo'shimcha so'mning o'z o'rni bor. Demak, asosiy xulosa shuki, pensiyalarni
oshirish bo'yicha qaror qabul qilingan bo'lsa, bu tegishli toifadagi pensionerlar va nafaqa oluvchilar uchun yangi miqdorlar qo'llanadi degani. Ko'p holatda alohida ariza talab qilinmaydi. Hisob kitob avtomatik amalga oshadi. Lekin to'lov sanasi, pensiya turi, ustamalar, ushlab qolishlar, bank kartasi, hujjatlardagi xatolar va yashash manzili kabi nozik jihatlar natijaga ta'sir qilishi mumkin. Sizdan iltimosim, keyingi to'lovni albatta tekshiring. Oldingi summa bilan solishtiring. Tushunarsiz holat bo'lsa, pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qiling. Izohlarda yozing, siz qaysi hududdansiz, pensiyangiz oshganini sezdingizmi? To'lov yangi miqdorda tushdimi yoki hali kutyapsizmi? Bu boshqalarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa siz uchun pensiya, nafaqa, ijtimoiy yordam va qonunchilikdagi eng muhim o'zgarishlarni sodda tilda tushuntirishda davom etaman.